Biz dunyodagi eng ilg'or robotlarni eng elita insonlarga qarshi sinovdan o'tkazmoqdamiz. Xuddi dunyoning eng yaxshi haydovchisi poyga mashinasini fizika qonunlaridan o'tkazib yubora oladigan sun'iy intellekt robotga qarshi chiqqanidek, yoki eng yaxshi inson sportchilari ularni so'zma-so'z almashtira oladigan robotlarga qarshi va yana ko'p narsalar. Bularning barchasi bir savolga javob topish uchun. Insoniyatning kunlari sanoqlimi? Javob sizni ajablantirishi mumkin. Barchasi dunyoning eng kuchli odami va mana bu mexanizm bilan boshlanadi. Bu juda katta. Bu robot har qanday inson orzu qilganidan 50 barobar kuchliroqdir. Insoniyatning taqdiri shu bir kishining irodasiga bog'liq bo'ladi. U mana shu ulkan mexanik robotga qarshi to'qnash keladi. Voy, bu qo'rqinchli. Vazifa oddiy. Siz bu 3 ta mashinani ag'darib, o'sha avtobusni boshqa mashinalar ustidan tortib olishingiz kerak. Bu mexanizm buni bajarishdan oldin. Aks holda insoniyat bu videoni yomon boshlaydi. Men g'alaba qozonishim kerak va biz insonlarga bu juda kerak. 3, 2, boshladik. Voy xudoyim, siz allaqachon mashinani ag'dardingiz, ammo mana mexanizm kelyapti. Mexanizm birinchi mashinani ag'dardi. Tor ikkinchi mashinada. Qani? To'g'ri, voy xudoyim. O, yo'q, robot yetib olmoqda. Ikkinchi mashina ag'darildi. Insoniyat uchun. Birodar, nima qilyapsiz? Mashinani ag'daring. O, u qiynalyapti. U barcha mashinalarni ag'dardi. Endi eng qiyin qism, u avtobusni birinchi tortishda olib keta oladimi? U sirg'anib ketmoqda. Insoniyat uchun. Oh, u uni tebrantirmoqda. Oh, to'r, u yetib olmoqda. Robot o'zining oxirgi mashinasini ag'darish arafasida. Oh, u 3-mashinasini ag'dardi. Hisob teng. Robot o'sha shinalarga yetib borganida o'yin tugaydi. Bu mexanizm uni birinchi urinishda tortib olishi mumkin. Shuning uchun bu yerda insoniyatni tushkunlikka tushirmang, to'r. Biz barchamiz sizga ishonmoqdamiz. Robot bu arqon bilan qiynalmaydi. U shinalarga ilashmoqda. U ilashdi. Robot yutish arafasida. Oh, bu sizning oxirgi tortishingiz bo'lishi mumkin, to'r. Boringizni bering. Qani? Oh, siz uddaladingiz. Insoniyat uchun barcha insonlar nomidan mana sizga oltin. Rahmat. Ketdik. Insonlar 1, robotlar 0. Ya'ni